Assalamu alaykum urmatlı Tezkavar kanalının körüçülörü. Kadırman mekendeshler, kutmandu günüңүздөр менен саламатсыздарбы? Биздин бул чыгарылышыбызды мына ушул видеобузду аягына чейин чыдап түрдүрбөй көрүңүздөр. Анткени бүгүн биз бул видеодо сиздерге кадимки отопление системасынын жаңы дракон деген печкаларын тартып көрсөтөбүз. Азыр биз Расулжан деген жигиттин командасы жасаган печканы көргөнү өзгөндөгү Куршап айылына келдик. Өзү да бул жерде өздөрү жасаган печкасы кандай иштейт, өзү көрсөтүп берет туугандар. Расулжан, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Болуп атабы? Кудайга шүкүр. Ден соолук. Рахмат, Аллага шүкүр. Печкалар кандай иштеп атабы? Кудайга шүкүр, иштеп атат. Жакшы. Эми печкаларды жасап, кийинки кышка даярдык башталды да? Башталды. Машалла. Айтыңызчы, бул дракон печкасын качандан бери чыгарып атасыз? Дракон печкабызды 2 жылдан бери чыгарып атабыз. Бул системада ошол атта жазып, ундан алдын 5 жылдан бери өзү иштейбиз. Факат дракон деген атыбыз жок эле. 2 жылдан бери дракон деген ат койдуңуз. Дракон деп ат коюп, отдельно бир фирма ачып койдук ошонго. Печкаңыз өзү дракон окшойт, аке? Ошондой да. Машалла. Көз тийбесин. Бул кандай печка? Умный печка ошондо. Бул умный печка. Мына бункерибиз болот. Бул бункерибизге чекеден тааныштырып бериңизчи. Бул бункерибиз болот. Бункерибизге 3 чипте штиф көмүр салабыз. Штип? Штип. Көмүрдүн майдасы гана салынат. Көмүрдүн майдасы салынат. Ирик көмүр алабы, албайбы? Жок, ирик көмүр албайт. Только майдасын жагабыз. Только майдасын жагабыз. Жакшы. Канча бункерге канча чипта, канча килограмм батат? 3 чипте 150 килограмм батат. 150 килограмм батат. Жакшы, мындан чоң кылып да жасаса болобу? Жасаса болот. Бул клиенттерди истегенине карап жасап бере беребиз. Так, түшүнүктүү. Демек, бул көмүр салуучу бункер экен. Мындан көмүр толгондон кийин ылдый түшөт. Каягынан өтүп, кантип өтүп, жагылат. Мына ылдыйга түшөт. Ылдыйда мына ал жерде пружина бар, шинек бар. Шинек мына ал жакка алып кирип берет. Горелкабызга алып кирип берет. Мына ал жакка алып кирип берет. Ушул жерде от жанат. Ичинде күйөт. Ичинде күйөт. Жакшы. Мына бул жерде азыр эми тутандырып бир аз жагып коюпсуз, Муну иштеп атабы азыр? Иштеп атат. Уже иштеп атат экен, Иши азыр эми вентилятор жактыңыз окшойт, вентилятор жактык. Вентилятор ошо тайындан үйдөп берет. Мына жеринде кандай моторчук койгонсузбу? Мына моторчуктери турат, буягында вентиляторлор турат. Буларды кантип жасагансыз? Кандай моторчуктерди койгонсуз? Чекеден түшүндүрүп бериңчи, Расулжан ака. Мынабы портердин мотору. Портердин эмне моторчугу бул? Айнага тартылгандык. Ошол. Мынабы редуктор. Ошо көмүрдү баардыгын ичкериге жеңилтип, мына моторго нагрузка келбеслиги үчүн алып кирип берет ичкериге. Шинекти иштетет экен да бул моторчуга? Портердин эле ошо айнек арчый турганынын моторчугу турбайбы, Ошондой. Бул 12 волтка иштеген үчүн ошону коебуз. Мына вентиляторубуз дагы улиткабыз. Ошол дагы 12 волтка иштейт. Бул дагы Матиздин вентилятору. Матиздин печкасынын вентилятору болот. Машинанын эле запчастарын колдонупсуздар да, Ошондой болду. Токтотуңчу вентиляторуну. Мына вентилятор уже иштеп токтоду. Азыр жакса сразу иштейт. Жагыңчы? Мына караңыздар. Бул вентилятор эми аба тартып береби ичине? Аба үйдөп берет ичкарыга. Ичкериге аба тартып берет экен туугандар, үйлөп берет экен. Бул болсо моторчук шинекти иштетип, анан үстүнөн бункерден түшкөн көмүрдү нары түртүп, печканын ичине чыгарып берет экен да, киргизип берет экен. Ошондой. Жакшы. Мына турбалар эмне турбалар? Бул горелкабыз водяной. Водяной горелка обратка подачасы. Ошо мына горелка күйүп кетпеслиги үчүн, 405 жылда күйбеслиги үчүн ошону ойлоп тапканбыз, ошону койгонбуз. Бул подачасы ошондо. Подачасы ошондо. Подача мына жакка чыгып печкеге кошулат. Печкеден нары баардыгы бир градуста температурада үйдүн ичине кирип кетет. Мына подача, основной подача ушул. Основной главный подача ушул болот. Мына турбачы, бул жерден кандай? Бул жактан обратка келеби? Бул обратка келет, обратка кирип, мына ал жактан чыгып кетет. Мына жерден эмне? Суу төгөбү? Бул жерден системанын сууну алмаштырганда төгүп салат да? Ошол жерден түйүп, ошол жерден толдурабыз. Жакшы. Буну канчалык листтен жасагансыздар? Буну 3 листтен жасаганбыз. Печканын баардык жери 3 листтен болот. Бүт 4 тарабы тең. 4 тарабы тең. 3 лист.
Azыр эми bunun içinde qaysı жерinde su var? Sistemasi qanday o'zi? Sistemasi bardiq joyi 2 cm aylanasiga. Bardiq joyi 2 cm ova. Üstünde de 2 cm su var. 2 cm var. Can başında dağı, Janında dağı. ova. Bardiq joyida. Büt 2 cm. Ova. Büt aylanıp su жүрөт ошондо. Ova, büt aylanıp su жүрөt. Ana açınçı qanday kuyup atat көрөчү. Oho. Yaman kuyup atko ha? Постоянно ушундай kuyup турабы? Ova, постоянно ошол градусу түшкөндө ошондой kuyup турат. Bu үйдү күпүлдөтүп ысытат го бул а? Ошондой. Только штиптен. Толка штип менен ошондой күйөт. Mo kuyup атканын караңыздар тууганда. Мына жерде эмне? Бир нерсе барбы? Бул жерден туура кетип күлгө түшөт. Күл каналыбызга түшөт. Биягында күл түшөт деп. Жагыбыз күл канабыз. Ошол жерден күлдү күрөктү ала берет. Кадимки сапкой күрөк менен ала берет экенбиз да? Ошондой ала берет. Буга жанагындай яшикче жасап койсо болбойбу? Ул дагы болот. Яшикчаны ошол жерге жасаганда мынанын ичинде 1 суткада 1 кил алат да. Ошонун эсебинен бул яшикче ысып кетип атат темирди. Кармаш илажы жок. Кармаш кыйын болот. Кармаш кыйын болот. Ошондон биз уну алып эле таштадык. Ошо күрөктө 1 суткада 1 ала берет. 1 суткада бир эле жолу күл алат. Ооба. Бул мына печкаңыз азыр. Куршаптагы ушул үйгө коюп турсуз. Канча метр квадратка ылайык? Bu 500 kvadrat metrege layık. Biz 400 kvadratga koyduk. 400'ge bolо берет. 400'ge koyduk. Ova. Совсем ысытып бербейби? Muna anda ligirovka qilina beradi. Bula egasi dag'i uy qo'shon edi, o'shanga ashchasi bilan qo'ya berdi. Ashchasi bilan qo'yibdi da. Umniy pechka demakchi, bu эме мындай компьютердин негизинде иштейди экен, Bu kompüteri qanday? Shunda tushuntirib bersangiz, kichkinakay akkumulyator bilan ishlay beradi turbaymi? Bu kichkinakay akkumulyator bilan 2 soat, 3 soat svet o'chib qolsa dag'i ishlay beradi. Svet o'chib qolsa, sizni pechkangiz o'chmaydi. O'chmaydi. Ova, ishlay beradi. Turaveradi. Buni gradusimiz. Buni qancha childiradi? Qanday bo'ladi? Bunalar knopkamiz bor. Bunavi baland gradusimiz 70 ta turadi, pasti 60 ta turadi. Buna o'rtadagi 40-39. 70 ga chiqqanda pechkangiz bardi taqir o'chadi. Hozir ham siz maksimum 70 ga qo'ydingiz. Maksimum 70 ga qo'ydim. Minimum 60 ga qo'ydim. 60. 10 gradusning o'rtasida turish kerak bu. 15 arqanday qo'yaverasizlar o'zingizlar. Ko'mirga bog'liq. Birer ko'mirlar uzoq turmaydi. Cho'g'i turmaydi. O'shaning hisobidan 5 qo'yib qo'ysangizlar bo'laveradi. Bo'laveradi. Birer yaxshiroq ko'mirlar bor, 10 soatda turaveradi ichida. O'shalarga mesela 10 qo'yib qo'ysangiz yetadi. O'shanda misoli 70 ga yetkanda, maksimum 70 ga yetkanda o'zi o'chadi. O'zi o'chadi, bardig'i. Ne o'chadi? Ventilyator o'chadi. Ventilyatorda motorchikda pechka bardig'i o'chadi. Taqir o'chadi. Taqir o'chadi. Taqir o'chadi. Undan keyin dag'i 60 ga tushganda dag'i janat. O'zi janaveradi. O'zi janaveradi. Yaxshi ekan-da. Yaxshi ekan. O'shanday. Buni bu zavodskoy apparatmi? Ne? Yo'q, o'zimiz jasaymiz. Perdelka qilib jasaymiz. Buni nimani ko'rsatdi? Bu ko'mirni ko'rsatib beradi. 0,2 minut ko'mir turtib beradi. Orqamizda ishinek motorchigiz ishlaydi. 0,9 minut janib turadi, o't janadi. İçinde. Motorchik ishlaydi 0,9 minut. Tushunibdi. 2 minut shinek ishlaydi, 9 minut o'chotdan, ha? O'shanda. 9 minut ko'mir kuyib turadi ekan-da. Buni ko'paytib, azaytib qo'ysa-da bo'ladimi? Bo'laveradi. Ko'mirni har qanday o'shani knopkalar ana o'zgartsangiz bo'laveradi. Buni o'zgartib qo'ysa bo'ladi ekan-a? Yaxshi. Maksimum shu 9 minutga chayin ekan-da. 9 minut, 10 minut, 12 minut mana ko'taraverasiz buni. Buni bersangiz 19 minut bo'lib qoladi. O'shandan ko'tarib, tushirib, ligirobga qilaverasiz. Buni bardig'ini biz o'shol pechkani qo'ygan joyingizga ko'rsatib, videoga tartib, uyda egasini o'rgatib kelamiz o'zimiz. Uyratib qo'yasizlar. Akkumulyatordan постоянно tok alganda akkumulyatorning zaryadi o'chib qolsa nima? Boshqacha qaparib zaryad qilib kelish kerakmi? Ne qilish kerak? O'zining ichida zaryad qilatilgan narsasi bor buni akkumulyatorda. O'z zaryad qilaveradi. Turgancha ishlaguncha zaryad qilaveradi. Svet janganda akkumulyator zaryadini to'ldirib qo'yadi. Svet o'chganda avtomatik bundan hech narsa tegmaysiz, o'zi dag'i ishlayveradi. Misol tuni soat 2da, 3da svet o'chdi, siz chiqib bunani tamizlab qo'yishingiz keragi yo'q. O'z ishda o'z avtomatik o'tib qoladi, siz svet o'chganini bilmaysiz.
Buna pechkada parova ataplarni ishlataveradi o'zi. Avtomatik o'zi misol yana svet janib qolsa, o'zlari zaryad qilib to'ldirib qo'yaveradi buni. Siz buna Matiz'nin akkumulyatori fitdiki, tikoniki bilmem, kichkina akkumulyator ekan, bayog'i 100'lük, 150'lük çoğun akkumulyatorlar qo'yib qo'ysa deb bo'laveradi? Ova, 100'lük, 150'likni qo'ysa 6 soat, 7 soat ishlatadi. Ko'rak. Ova, ko'rak ishlatadi. Bu 2 soat o'shanda ishlatadi bu. Ha, buni yerinde nimasi bor? Buni yerda bu оборот bor. Оборотda tushgan ishlarni bardig'ini tozalaydi o'sha yerdan. Bir oyda bir o'shani ochib turib, ishlarni tozalab qo'yadi. Bir oyda bir eledi. Ova. Yaxshi. Bunun arqa jag'i bul jag'ында ekan, ha? Ova. Bu jag'ында hech narsa yo'q ekan. Yo'q, bu jag'ында. Bu ham tulki ko'mirga rastalganda, buga misoli voy elektr tenin qo'shsa da bo'ladi, elektriskiy trexfaskani qo'shimcha qilib qo'shib qo'ysa bo'ladi. Ova, qo'shib qo'ysa bo'ladi. Bu trexfaskani qo'shgandan ko'ra biz ekonomik tomondan olganmizda buni. Trexfaska bir oyda misol 10 ming so'm, 15 ming so'm aqcha zadatda. O'shondan biz o'shondan odamlar qutulsin deb turib, svet ekonom qilgan holatda munosib bardig'ini 12 voltga qilganmiz-da. O'sha trexfaska svet ekonom qilgan holatda. O'shani hisobidan qo'shmaymiz. Qo'shib ber deb uyda egasi aytsa, qo'shib beraveramiz. Qo'shib beraverasiz. Ova. Antkeni bunday jag'day borda, biz negizi shaharda yashab qolamiz keydi. Ayılga 1-3 gün 3 kunga barıp kelishga to'g'ri keladi. Bu yerga 3 shipta salib qo'ysak, bir kundala kuyib qoladi da, 1,5 kunda turadi. O'sha 3 kunga 4 kun ketayotganda buni gradusimizni tushirib qo'yamiz pastga. Misol 70 ga turgan bo'lsa, 70 ga 60 turadi hozir. O'shani 30 ga 40 qilib qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa 30 ga 20 qilib qo'yib qo'yamiz. O'sha uyda suvni muzlatmaslik uchun bir yerda ushlab turaveradi. Kelgan joyingizda dag'i bir ko'tarib qo'yasiz, ketaveradi. Anda trexfaskan keragi yo'q ekan. Keragi yo'q ekan. O'shandan trexfaskadan barda qo'ydik, hech kim ishlatmaydi uni. Keragi yo'q narsa. Hozir ham bu uy qancha kvadrat ekan общий? Bu uy 400 kvadrat. Shu 400 kvadratga shu cho'ng pechkani qo'ydingizlar. Ova. Cho'ng uy ekan, ha? Mana bu obrotkasi o'xshaydi. Bu obrotkasi. Bu yoqda podachasi. Ova. Buna podacha shu turba bilan ketgan deb turadi. Qarangizlar, to'g'anlar. Hozir ham siz aytgan 400 kvadratga loyiq bo'lgan pechka ekan. Bundan kichikroq pechkada jasaysizmi? Qancha kvadratga loyiq pechkalaringiz bor? Bunday kalkulyatsiyasini aytingchi. Eng kichkina pechkamiz 100 kvadratdan boshlab 300 kvadratgacha bir sena. 300 dan boshlab 500 gacha bir sena. Buni pechkamiz. Siz bahosini aytib keting. Eng kichkinasimiz. Eng kichkinasi 140 mingdan boshlanadi. Al qancha kvadrat? 100 dan boshlab 300 kvadratga 140 ming. 100'dan 300 kvadratga cheyinki 140 ming so'm bo'ladi, ha? O'shanday. Buna 500 kvadratga cheyin bo'lgan 100 dan boshlab 500 ga cheyin bo'lgan 160 ming so'm bo'ladi. 160 ming so'm. Shuni 160 mingga qo'yib berdingizmi? O'shanday. Tak, bundan cho'ng'i qaysi kvadrat? Bundan cho'ng'i 600-700 kvadratlik bor. Ular 180 ming so'm. 180 ming so'm. Undan dag'ildi emas, sadiklarga, bog'chalarga 1000 kvadratlik madrasalarga qo'yib o'tamiz. Ular 250 ming so'mdan. Maktablarga, madrasalarga, ha. Eng cho'ng qancha kvadratga cheyin jasadingiz sizning tajribangizda? Eng kvadrat 3000 kvadratga jasayin. 3000 kvadratga cheyin jasadingiz. Только отопление печкасы. Только отопление печкасы. Але баня печкаларында жасайсызбы, жасабайсызбы? Уну дагы жасайбыз, парильный печка. Парильный печкалар. Жакшы. Буга эми канча кепилдик бере аласыз? Bunga o'zingiz 1 yil garantiyamiz bor. Buni barliq narsasida. Misol olsa, endi biz o'zingiz boshlaganingizda 6 yil bo'ldi, o'zingiz uyga qo'yganmiz birinchi boshlab. 6 yildan beri o'zingiz uyda turadi, pechka ishlab. O'sha 6 yil, hozir kunda boshlab 6 yil. Endi xudo olsa turadi o'shondaylar. 6 yildan beri ishlayapti. Bir yilda misoli 1 yil ichida nesine kepildik berasiz? Misoli 1 yil ichida buna kompyuterni kepildik beram. Buna motorchik, ventilator, barliq narsasini kepildik beram. O'sha summaning ichida akkumulyator da qo'shiladi? Yo'q, qo'shilmaydi akkumulyator. O'zincha. O'zincha. Buna pechkani, kompyuterni, buna narsalar barlig'ini men olib kelib, buna uyga ketgan narsalarni uyda egasi olib beradi. Buna mo'ringizni olib beradi. Bo'rusundaga. Bo'rusunda rosa buyuk jasabsiz-ku. Cho'ng turbadan jasalibdir, ha? O'shanday. Budan ish chiqib chiqmaydi, o'shani aytingchi. Yo'q, bundan ish chiqmaydi. Xudo 90% ish chiqmaydi. 90%. 90% ish chiqmaydi. Nega? Nima sekret bor? O'sha bizning оборотlarimizda
sekreti bor o'shaning. Onun içindemi? Ova. Biz filtr qo'ymaymiz, boshqalar filtr qo'yadi. Bizga filtr qo'yish shart emas. Mana o'zingizda ko'rayotganday, ichida o't kuyib hozir. Bu yerda ish yo'q. Orada ish yo'q. Shundoq. Hozir mana ko'mir gupildab kuyib o'tadi. O'zingizlar ko'rib o'tasizlar, to'g'onlar. 90% ish chiqmaydi deb aytib o'tadi Rasuljonchi. Ne sekreti var ekan bilmayman men. Shuncha yildan beri pechka jasab yurgan bo'lsa, значит, bu yigitning bir içinde abratkasında bir sekreti var da. O nemi aytpay atadi bizga. Yaqinlab ko'rsatib qo'yingchi. Ish chiqib o'tadi, chiqmay o'tadi. Ko'ringizlar buni, to'g'onlar. Ish deylik bilinmaydi ham. Bir azrimday. Bilingan siyaqti, atak qanchalik bilinmaydi ekan. 90% ish chiqmaydi deb o'tadi. Emi uylar yaqin-yaqin joylashsa, bu mo'ridan ish chiqsa, va qo'shnilarga ziyanimiz tiybeş gerek da. Ova, o'shanday. Ekologiyaga ters ta'sirimiz tiybeş gerek. To'g'ri? O'shanday. O'shaning uchun va sistemaning ichini yaxshi jasagan o'xshaysiz-da? O'shanday. O'sha ekologiyani saqlagan holatda o'shani yaxshinaqa qilib ishdagi tutundagi chiqib turgan qilib jasaganmiz. O'shol summaning ichida olib kelib o'rnatib berishingizmi? Ova, o'rnatib beramiz. Mana ushul pechka 400 kvadratga ushul uyga qo'yibsiz demak. Bunkerini 3 chipta 150 kilogram batatgan. Bir kunda qancha kilogram, qancha chipta ko'mir ishlatadi? Hozir bir kunda shu 400 kvadrat uyga 100 kilo rasxod qiladi. Bir sutkasına. 100 kilogram. Ova. 100 kilogram rasxod qiladi. 100 kilogram. O'shanda bir oyda 3 tonna. O'shanday. Bir qishga 10 tonna o'shanday olasizlar. Bir qishga 10 tonna. Ova. Tak, shitib qanchadan hozir? Shitib hozir 2,5 so'm, 3 so'm. 2,5 so'm. Ova. Uje senasi tushib qoldi. 1,5 so'm o'shanda olsa bo'ladi hozir. Joyding kuni arzon bo'lib ketadi. Joyding kuni arzon bo'ladi, o'shanda arzon olaverasizlar. Olib jiyib qo'ysangizda, masalan 10 tonnani 1 so'mdan, 1,5 so'mdan olsangiz bo'ladi. Hem bardığı adamlardan uyi mana ulag'avizdiqinday 400 kvadrat emas-da. 150, 100 kvadrat, 200 kvadratga cheyin-da, misol ikki etaş особнякlar. O'sho bundan bir razmer kichik pechkaga qancha rasxod bo'ladi? Ular 70 kilo, 80 kilo, 50 kilogacha rasxod qiladi bundan kichkinalari. Kunini. Bir sutkasini o'sho kichik misol 100 kvadrat uyingiz bo'lsa, 50 kilo o'shanda rasxod qiladi bir sutkasini. Da bunkerin cho'ngroq jasasa bo'ladi. Misol kundalik haligi qapni ko'tarib kelib, bu yerdan ko'mir solib to'ldiravermaychi? Bo'laveradi. U uyda egasi hali qanday razmerda jasab cho'ng'aytib beraveramiz buni. Bunkerin cho'ng'aytsa, bahasida o'zgarib bo'lmaydi? Bunkerini cho'ng'aytsa, bahasida o'zgarib bo'lmaydi. Bunkeri bizdan sog'a. Qancha bo'lsa da? Qancha bo'lsa da. Mana, o'qotasizlarmi? To'g'andar. Men deyirlik sizler qiziqqan so'rovlarning bardig'ini ele berdim o'xshaydi to'g'andar. Bu ham 3 tuk qalinglikdagi listdan jasalibdir pechka, drakon pechkasi ekan. Isib ketdi qo'y. Hozir elemi bizga ko'rsatamiz deb bugun ele jaqdingizda buni? Ava. Buni ham kunda jandırıp turish kerakmi? Misol o't o'chib qoldi deydi. O't o'chib qolsa endi qancha jandiramiz? İçindagi ko'mir 6 soat, 7 soat cho'g'ini ushlab turaveradi. Endi ne deganda buni eshikni jopgandan keyin buni ichine havo kiratirgan joy qolmaydi-da. O'shan esemindan ichida cho'g'i turaveradi buni. Turaveradi. Ova, janib ketmaydi. Mana pechkani tagini ochib qo'ysangiz janib ketadi-ku, kichkina pechkalarda. Bunday emas-da bu. Qachon o'shol dagi ko'mir solganingizda 6 soatdan keyin o'zi janib kuyib ketaveradi. Kuyib ketaveradi. Ova. Tap-taqir o'chib qolsa-chi misol 2 kundan keyin jandirib qolsa, o'sha ozgina o'tin bilan tutantiriq bilan. Tutantiriq bilan. Ova, tutantiriq buni yerdan solib turib, tutashtirib qo'yasiz, o'zi ko'mir aydab ishlayveradi. Maşallah. Zor pechka ekan-e. Buna umniy pechka ekan, to'g'onlar. Ko'rdingizlarmi? Buna telefon nomerlariga chalib paylanchamiz-da. Ava. Yaxshi. Hem alısırak ayıllardan, regionlardan, rayonlardan çalıp kalat. Zakaz berip kalsa alısıraklarga bara veresizmi? Bara vereriz. Misali Batken, Çoğolay, Karakulca, Alay, Ku. O'sha yerlar bardig'ini qo'yganmiz pechkani. Qo'ygansizlar. Ava. Leylek, Alay, bu yog'i Bishkek, Qarabalta bardiq joyga qo'yganmiz. Bar joqqa. Ava. 10 yildan beri xiyla yerga qo'yibsiz-da? O'shanda. Prosta 2 yildan beri drakon bo'lyapti. 2 yildan beri o'sha addenni ajrasin deya odamlardan. Misol boshqalar ko'p odam jasaydi buni, pechkani. Jasaydi, o'sha birday svetga kiraskalab qo'yishadi. Biz o'shani mana shunday qizil, qora qilib, addenni drakon qilib
jasab reklama qilib qo'ydik-da buni. Özünçö bunday brend bo'lib Bo'lib qoldi. Ova. Misol bizning nomerimiz o'chib ketgandan keyin dag'i uyda egasidan. Buna pechkadagi nomerlarimiz turadi. O'shandan chalib, uka bunday bo'ldi desa, misol 2 yil, 3 yildan keyin dag'i. Kelib o'zingiz qarab o'ngdab beraverasiz. Bu emi pechkani sirtqa joylashtiribdir, ha? Negizi uydun içine bir komnataga joylashtirsa bo'lmaydi bu pechkani. Bo'ladi. Bu yerga, mana yerga kotelnik qilam dedi. Uyda egasi kotelnik qilib, ko'mirxona qilib oldina. O'sha yer kotelnik qilib qo'yam, o'shandan sirtga qo'yib qo'yaver dedi. O'shanga sirtga qo'ydik. Qancha kvadrat? Addenda bir komnata bo'lsa, pechkani ko'mir rasxotidagi azayat. Utplonni xonaning ichida tursa, 10 kilo, 20 kilogacha rasxot azayat. Buna sirtda tursa patera bo'ladi-da. O'sha buna komnataning ichida tursa, o'shanda paterasi yo'q bo'ladi. Hozir ham sirtda turgan uchun bu pechka birila uyni ısıtmasdan Qurshaptın ayıldın havasındagi ısıtıp atadi-da bular. O'shanday. Yaxshi. Tak, pechkani suylashdik. Yemi buna отопление sistemasında jasaysizlar? Ova, jasaymiz. Misali batareyalarni qanchadan jasaysizlar, qancha tochkasi qanchadan? Открытый sistemalar bir tochkasi 2700 so'mdan boshlanadi. Zakritiylar bor, однотрубныйлар bor, o'shanga qarab ketaveradi. Leningradskiy sistema bu, PAUK sistema. PAUK sistemalarda PAUKda jasaymiz biz. Leningradskiydagi jasaymiz. Hozir o'sha ikkala sistema, boshqa sistema chiqib ketdi. 4-5 sistema bor. 4-5 sistema. Ova. Yaxshi ekan. O'shanda tochkasini qanchadan jasaysiz? 2700 so'mdan boshlab 5000 so'mgacha ham bor bir tochka. O'shaning arasida, ova. Siz qanday alasangiz o'shanday jasab beraverasiz. Tushunibdi. Demek uydun отопление sistemasındagi siz aytgan bağda bağlaşıp durup, to'liq sistemandagi jasab berasizlar, pechkandagi olib kelib qo'yib beraverasizlar. Tak, yemi отопление jasab жүрген ustalar var. Regionlarda, shaharlarda, ayıllarda. Turab? Alar sizlerden pechkangizlarni alып barib o'zi o'rnatib olsa bo'ladi. Bo'ladi, o'z avar o'rnatib oladi, biz borib bunalarni jag'ib o'zimiz ko'rsatib beramiz. Oşol ustalar kelip pechkani alып barib o'zi qo'ya turgan bo'lsa, siz kepillik berasizmi, bermaysiz? Beramiz. Oshonda da. O'shonda dag'i beramiz. Tushunibdi. Anda yaxshi ekan. Sizler anda uy egalari menen dag'i, ustalar menen dag'i bunday tig'iz xizmatdashlikda ishlashsangizlar bo'ladi ekan, ha? O'shanday. Yaxshi. Men bardığıyla sorulardı berip bittim mi tuğanlar? Bir kızıklı sorularınızlar var mı dağı? Var жоғын gördük, aldığını gördük, biyaktagi aparatların gördük, padaça, aparatkaların gördük, bunkerin gördük, morusun gördük. Nesi kaldı dağı? Buna yakında işlersesi yok bakın? Жоқ, бұл жақта. İşlersesi kalıbattır. Öt küçük bıçığına çeyin gördük. Bu kadar köp olsa bir 4 kvadrat yer gerek eken da. Oşanday, 4-5 kvadrat yer gerek. Anda jiyintiqtaylı? Bunu qayerda jasaysiz? Sexingiz qayerda? Seximiz O'zganda. Shaharda o? Ova. Shaharning qayerida? Un zavodning janida, avtobazada. Avtobazada? Avtobazadan o'tgandan keyin PMK degan joy bor. O'sha yerda o'zimiz seximiz bor. O'sha sexning ichida jasaymiz. Постоянно o'sha yerda ish ketadi? Ova, постоянно o'sha yerda ish kerak ketadi. Agarda sexdan bunday jasab atgan videolaringiz, sextin daregi ko'rinishlari bo'lsa, bizga tashlab qo'ysangiz, ha, Rasuljon mirzo. Biz elga tushunukliroq bo'lish uchun, biraz qo'shimcha ma'lumot bo'lish uchun biz shu videoni oyog'ina qo'yib qo'yaylik. Bo'ladi. Alda elga ma'lumot bo'lsin. Men sizga igilik qilayim, charchavangiz. Tamam. Tinch bo'ling'iz. Alloh taolam topganlaringizga baraka faiz bersin, ha? Tinch bo'ling'iz. Bo'pti aka. Rahmat. Sizlarga tinch bo'ling'iz. Xizmatida ekansiz. Drakoningiz şu drakonda iştesin aka. Aytganingiz kelsin aka. Bo'ptir. Tinch bo'ling'iz. Sog' bo'lingizlar. Tuğanlar biz qaytdik. Bizning bu chiqarishimiz sizlarga qandaydir bir dengelde foydasi tiygan bo'lsa, anda biz suyunötelek, maqsadimizga jetken bo'latilek. Eğer жақса like basıp, kommentariy жазып qo'yingizlar. Xizmatingizlarda Qavarchi Ataqul Jalilov bo'ldi. Ko'rishguncha, aman turingizlar.